Den Brown zamonaviy triller janrining eng mashhur yozuvchilaridan biri. U 1964-yil 22-iyunda AQShning New Hampshire shtatidagi Exeter shahrida tug'ilgan. Otasi matematika o'qituvchisi, onasi esa cherkov organisti bo'lgani sababli Den Brown bolaligidan ilm, fan va din mavzulariga qiziqib ulg'aygan. Uning asarlarida tarix, san'at, diniy ramzlar, sirli tashkilotlar, kodlar va jumboqlar muhim o'rin tutadi. Yozuvchining Da Vinci siri romani ham millionlab kitobxonlarni o'ziga rom etgan intellektual detektiv asardir. Bu asarda tarix, san'at, din, ramzshunoslik va sarguzasht bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Har bir sirning kaliti bor, ammo uni topish uchun jasorat kerak. Parij dunyosining eng mashhur muzeylaridan biri Louvre tun sukunati kutilmaganda muzey kuratori Jack Sonyer shafqatsizlarcha o'ldiriladi. Ammo u hayotining so'nggi daqiqalarida inson zoti tarixini o'zgartirishi mumkin bo'lgan sirning izini qoldirishga ulguradi. Bu sirni anglash esa Garvard universitetining ramzshunos professori Robert Langdon zimmasiga tushadi. U kutilmaganda fransuz politsiyasi kriptografiya mutaxassisi Sophie Nevio bilan hamkorlik qiladi. Sonyer qoldirgan har bir belgi, har bir raqam va har bir ramz ularni yanada chuqurroq jumboqlar sari boshlaydi. Qahramonlar Louvre muzeyi, Saint-Sulpice cherkovi, Parij ko'chalari, Angliyadagi qadimiy qasrlargacha yetib boradi. Leonardo da Vincining mashhur asari Mona Lisa va so'nggi ziyofat ortida yashiringan ishoralar birin-ketin ochila boshlaydi. Langdon va Sophie yo'l-yo'lakay tarixchi Ser Letibning bilan uchrashadilar. U muqaddas Graal haqidagi afsonalarni, maxfiy birodarliklar tarixini va asrlar davomida saqlangan sirlarni tushuntiradi. Ammo haqiqatga yaqinlashgan sari xavf ham ortib boradi. Ularning izidan sirli Saylas va uni boshqarayotgan maxfiy kuchlar quvib keladi. Qahramonlar nafaqat o'z hayotlari, balki insoniyat tarixidagi eng muhim sirlarni birini-ketin saqlab qolish uchun ham kurashga majbur bo'ladilar. Har bir sahifa yangi kashfiyot, har bir ramz yangi eshik, har bir javob esa yana bir savolni tug'diradi. Kimga ishonish mumkin? Haqiqat qayerda? Va nega bu sir asrlar davomida yashirib kelingan? Da Vinci siri oddiy detektiv emas, bu tarix, san'at, din, falsafa va ilm birlashgan intellektual sarguzashtdir. Den Brown kitobxonni voqealar girdobiga olib kiradi va har bir sahifada fikrlashga, izlanishga undaydi. Romanning asosiy g'oyasi haqiqatni izlash, bilimning qudrati va tarixga tanqidiy nazar bilan qarashdir. Muallif kitobxonga tayyor javoblarni emas, balki savollar berishni taklif etadi. Balkim haqiqat doim ko'z o'ngimizdadir, faqat uni ko'ra bilish kerak. Den Brownning Da Vinci siri romanini o'qing va sirlar olamiga sayohat qiling. Chunki ba'zi haqiqatlar butun hayotingizni o'zgartirishi mumkin.